Osmani sultanları. Sultan 1. Mahmud Osmani dövletining 24. padişahı. Hüküm sürgen devri 1730 yıldan 1754 yılgacha. U Şeyhül İslam Feyzullah Efendi ve oğlu İbrahim Efendi'den dersler aldı. Mahmud İstanbul'da tüzümni asliga keltirib İran'a qo'shin avatdi. Osmani dövleti İran bilan jang qilayotganda Avstriya bilan Rossiya birlashib Osmani dövletiga hujum qildi. 1736 yili boshlangan jang 1739 yili Osmani dövletining g'alabasi bilan oxirlashdi. İmzalangan Belgrad shartnomalari Osmani dövletining 18. asrda imzalangan oxirgi foydali shartnomalaridir. Osmani dövleti tunji qitim Lali davrida g'arb tushanchisida yangilik harakatlariga kirishdi. 1. Mahmud Osmani dövletining yangilikparvar padişahlaridan biridir. Harbiy sohada muhim islohotlar elib bordi. Uskudarda topchi boshliqlarga zamonaviy matematika o'tishga boshladi. Armiyada qism, polik, batalyon tashkilotlari qurdi. Ammo bu tashabbuslar piyoda askarlar birligining e'tirozi bilan tugadi. 1. Mahmud 1754 yili 13 dekabr juma o'qib o'rdaga qaytish yo'lida vafot topdi. Dadasi 2. Sulaymonning yeniga dafn qilindi. الصديق فخرا وابن عفان البع أرسلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم